Futbol va mini futbol bo'yicha mamlakatimiz bo'ylab davom etayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogining birinchi bosqich bellashuvlari yakuniga yetib, tuman bosqichlariga start berildi. Sportni futbol turini yoshlar orasida ommalashtirish, iqtidorli sportchilarni erta aniqlash maqsadida davom etayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi bahslari Toshkent viloyatida ham qizg'in pallaga kirgan. Kuni kecha mazkur bellashuvlarni Bo'ka tumani bosqichi musobaqasi bo'lib o'tdi. Tashkil etilgan final uchrashuvida 2024-yilgi mavsumni tuman bosqichi chempionlari Oltish mahallasi yoshlari O'ratepalik tengdoshlariga qarshi maydonga tushdi. Biz bugun Davlat xavfsizlik kubogi Bo'ka tuman final bosqichiga yetib keldik. Bizning maqsadimiz bugun xudo xolasa finalda birinchilikni olib, viloyat hamda respublikada chempion bo'lib, mahallamizni butun O'zbekistonga tanitish. Qizg'in va murosasiz o'tgan final uchrashuvida O'ratepalik yoshlar Oltish mahalla jamoasi vakillarini 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchratishdi va musobaqani viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Yuqori saviyada tashkil etilgan bellashuvlarni g'olib va sovrindorlari viloyat sport boshqarmasi tomonidan medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.